أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Osmonlarni va zaminni yaratgan, sizlarga bulutdan yomg'ir yog'dirib bergan, uning bilan go'zal bog'larni yetishtirib bergan kim? U bog'larning daraxtlarini o'stirish sizlarning qo'linglardan kelmaydi. Allohdan boshqa iloh bormi? Boshqa iloh yo'qdir. Ular haqiqatdan burilib ketgan qavmdir. Zaminni insonlarga va hayvonlarga turalg'u qilgan, uning turli taraflarida daryolarni oqqizgan, uning ustida tavrab ketmasligi uchun tog'larni o'rnatgan, ikki dengiz orasida, ya'ni tatliq suv bilan sho'rliq suv orasida orlashib ketmasligi uchun to'saqlarni qilgan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Boshqa iloh yo'q. Ular, ya'ni mushriklarning to'lisi bilmaydi. Beshiga kun tushgan odam duo qilsa, uning duosini ijobat qiladigan, uning beshiga kelgan eg'irchilikni ko'tarib yetadigan va sizlarni zaminning o'rinbosarlari qilgan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Sizlar ozg'ina vaz nasihat olasizlar. Quruqliqning va dengizning qorong'uliqlarida sizlarga yo'l ko'rsatib berdigan rahmatidan, ya'ni yomg'ir yog'dirib berishdan ilgari shamollarni bishorat qilib avatadigan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Hech iloh yo'qdir. Alloh ularning sherik keltirgan narsalardan pokdir. İnsonni dastlabda xalq etgan, ondan uni tirildiradigan kim? Sizlarga osmondan va zamindan rizq beradigan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Hech iloh yo'qdir. Aytqinki, agar da'voyinglarda rostchil bo'ladigan bo'lsanglar, dalilinglarni keltiringlar. Allohdan bo'lak osmonlardagi va zamindagilar g'ayibni bilmaydi. Ular, ya'ni xaloyiq qachon tiriladiganliklarini bilmaydi. Ularning oxirat to'g'risidagi ilmi pishib yetildimi? Undaq emas. Ular oxirat to'g'riliq gumondadir. Ular oxirat to'g'riliq ko'rdir. Kafirlar, ya'ni qayta tirilishni inkor qilguvchi Makka mushriklari aytdi: biz va bizning ota-bobolarimiz to'pi bo'lib ketgandan keyin qabrimizdan tirilib cho'qim chiqarilamdiq. Haqiqatan bizga va ota-bobolarimizga ilgari qayta tirilish va'da qilingan edi. Bu faqat burunqilarning qissalaridir. Sen bu kuffarlarga aytqin: zaminda sayr qilinglar. Gunohkorlar, ya'ni payg'ambarlarni inkor qilguvchilarning oqibatining qandoq bo'ladiganligiga qaranglar. Ularni Alloh halok qilmadimi? Ilgiriki kuffarlarning beshiga kelgan kun keyingi kuffarlarning beshiga mu keladi? Ey Muhammad, sen ularning iman etmaganligidan qayg'urmag'in. Ularning heli-mikridan iching pushmusun. Allah seni ularning sharridan saqlaydi. Ular agar so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, sizlar bizga va'da qilgan azob qachon tushidi deyishidi. Sizlar aldirab ketgan azobning bir qismi sizlarga yaqinlashgan bo'lishi mumkin degin. Bu Badr so'qishida ularning o'ltirilishi va asirga elinishidir. Parvardigoring insonlarga haqiqatan marhamatlikdir. Lekin ularning to'lisi Parvardigoriga shukr qilmaydi. Parvardigoring ularning dillarida yo'shirganlarini va oshkor qilganlarini, ya'ni ularning payg'ambar alayhissalomga qarta adovatini va
suiqasdini shak shubhiksiz biladi. Osmon ziminda, Lavhul Mahfuzda yezilmagan hech bir sir yo'q. Payg'ambarlarning tuganchisi Muhammad alayhissalomga nozil bo'lgan bu Qur'on haqiqatan Isroil avlodiga, ularning ixtilof qilishgan narsalarining ko'pini bayon qilib berdi. Qur'on mu'minlar uchun haqiqatan hidoyatdir va rahmatdir. Shubhisizki, Parvardigoring ular, ya'ni Isroil avlodining orasida qiyomat kuni adil hukm chiqaradi. Allah g'olibdir. Bandalarining ishlarini bilguchidir. Allohga tavakkul qilgin, ya'ni ishingni Allohga topshirgin. Hamma ishingda Allohga yo'langin. Allah sana madadkordir. Ey Muhammad, shubhisizki sen ro'shan haq dindisan. Sen o'liklarga va yuz o'rgan g'aslarga, ya'ni dillarining o'likligida o'liklarga va haqni anglamaslikda g'aslarga o'xshaydigan kuffarlarga da'vatni anglatolmaysan. Sen dili ko'rlarni gumrohlikdan ayirib hidoyat qila olmaysan. Sen da'vatingni faqat bizning oyatlarimizga iymon etib musulmon bo'lganlarga anglata olaysan. Ular, ya'ni kuffarlarga oldinala aytilgan so'z ishqi oshganda, ya'ni azob va qiyomat yaqinlashganda, ularga zimindan bir turlik hayvonni chiqarimizki, ularga insonlarning bizning oyatlarimizga ishonmaganligini so'zlaydi. U kunda har ummatning ichidan bizning oyatlarimizni inkor qilganlardan bir to'p odamni hisob elish va jazolash uchun yig'imiz. Oldi keyni yig'ilgucha ular to'xtatib turiladi. Ular Allohning dargohiga kelgan chog'larida Allah ularga, sizlar to'liq bilmay turib mening oyatlarimni inkor qildinglarmi? Sizlar amr qilingan narsalardan zodi nimalarni qildinglar deydi. Ular o'zlariga zulm qilganliklari uchun ularga azob haqliq bo'ldi. Ular o'zlari bo'lmaganligi uchun so'z qila olmaydi. Ularga kechini orom oladigan vaqt qilganligimizni, kunduzini hayotlik yo'lida harakatlanish uchun yo'riq qilganligimizni ular uqmamdi. Buningda iymon etadigan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. U kunda sur chilinadi. Allah xohlaganlardan, ya'ni farishtalar, payg'ambarlar va shahidlardan boshqa osmonlardagi va zimindagi hammani qo'rqinish bosadi. Hamma Allohga bo'ysungan holda keladi. Tog'larni turg'un holatda gumon qilasan. Halbuki ular bulutdek cho'gilab turdi. Bu hamma narsani puxta yaratgan Allohning hunuridir. Allah haqiqatan sizlarning qilmishinglardan to'liq xabardordir. Yaxshi ish qilganlar qilgan yaxshiligidan obdanroq mukofotga erishadi. Ular bu kunda qo'rqinchidan amin bo'ladi. Yomon ish qilganlar dozoqqa yuzi bilan tashlanadi. Sizlar faqat qilmishinglarga yarasha jazolansizlar. Ey Muhammad, aytqinki, men faqat Allah hurmatli qilgan bu shahar, ya'ni Makka mukarramaning Parvardigoriga ibodat qilishga buyurildim. Hamma narsa Allohning mulkidir. Men musulmonlardan bo'lishqa, Qur'on o'qishga buyurildim. Kimiki hidoyat topadigan, u o'zining foydasi uchundir. Kimiki ozidikan, uning vaboli o'ziga bo'ladi. Sen uningga aytqinki, men faqat ogohlantiruvchilardanman. Ey Muhammad, aytqinki, jimi hamdu sana Allohga xosdir. Allah
sizlarga qudratini ko'rsatib beradigan alomatlarini ko'rsatdi. Sizlar ularni tunish foyda bermaydigan chaqda toniysizlar. Parvardigoring sizlarning qilgan amallaringlardan g'ofil emasdir. Avlod ovozliq asarlari. Sura Qasas 88 oyat. Makkada nozil bo'lgan. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ta sin mim. Bu ro'shan kitob, ya'ni Qur'on oyatlaridir. İman etgan qavm uchun sana Musa va Firavun qissasini haqliq asosda o'qib beramiz. Shubhisizki, Firavun Misr zaminida zo'migarlikda haddidan oshdi. Aholisini bo'laklarga bo'lib, ulardan bir toifa, ya'ni Bani İsrailni bo'zaq qildi. Ularning o'g'illarini o'ltirib, qizlarini xizmatga silish uchun tirik qoldirdi. Firavun haqiqatan buzg'unchilardan edi. Biz Misr zaminida bo'zaq qilinganlarga marhamat qilishni iroda qilamiz. Ularni yo'lboshchilardan qilishni, ulardan Firavun va uning qavmining mulkiga varis qilishni iroda qilamiz. Ularni Misr zaminida kuch-quvvatga ega qilmoqchimiz. Firavunga, vaziri Hamonga va ularning qo'shiniga ular, ya'ni bo'zaq qilinganlardan qo'rqadigan narsani ko'rsatamiz. Musaning onasiga ilhom bilan bildirdikki, Musani emitkin, uning ziyonkashlikka uchrishidan qo'rqsang, uni sanduqqa silib daryoga, ya'ni Nil daryosiga tashlag'in. Uni halok bo'larmikin deb qo'rqmag'in. Uning piroqidan qayg'urmag'in. Uni sana cho'qim qaytiramiz va uni payg'ambarlardan qilamiz. Firavunning oilasidagilar Musani oqibat o'zlariga dushman va xofliqning manbasi qilish uchun Nil daryosidan so'zib oldi. Shubhisizki, Firavun, Haman va ularning qo'shinlari xatolashgan edi. Firavunning ayoli, bu bala manga va sana ko'z nuri, ya'ni xo'shallik bo'lsin. Uni o'ltirmanglar. Balki u bizga foyda yetkazar yoki uni o'g'il qilib olarmiz dedi. Halbuki ular Firavunning va uning yordamchilarining halokatining Musaning qo'lida bo'ladiganligini uqmaydi. Musaning onasi Musaning Firavunning qo'liga tushib qolganligini anglab, asoshini yo'qotdi. Uning Allohning balini qaytirish va'dasiga ishonguchilardan bo'lishi uchun uning ko'nglini xotirjam qilmagan bo'lsak, u balini oshkorlab qo'yg'ili tas qolgan edi. Onasi Musaning hamshirisiga xabarni o'qish uchun Musaga agashkin dedi. Hamshirisi Musani jiroqdan ko'rib turdi. Halbuki ular uni tuymaydi. Öz onasi kelishdan ilgari Musani süt emgüzgüçi ayollarning imitishidan to'sdiq. Musaning hamshirisi, sizlarga Musani obdan boqadigan bir oilani ko'rsatib qo'yaymi? Ular Musani ixlos bilan boqidi dedi. Onasining xo'shal bo'lishi, qayg'urmasligi va Allohning va'dasining haq ekanligini bilishi uchun biz Musani uningga qaytirdik. Lekin insonlarning to'lisi Allohning va'dasining haq ekanligini bilmaydi. Musa o'sib yetilganda, aqli to'shqanda uningga payg'ambarlikni va ilmni ato qildik. Biz yaxshilarga mushundoq mukofot beramiz. Musa shahar aholisidan hech kishini ko'rgilib bo'lmaydigan bir vaqtda, ya'ni
tushlik uyqudagi chog'da shaharga kirdi. U shaharda ikki kishining urushayotganligini ko'rdi. Urushayotganlardan biri o'z qavmidan bo'lsa, yana biri uning dushmani edi. O'z qavmidan bo'lgan odam dushmaniga qarshi uningdan yordam tiladi. Musa uni musht bilan birini urib o'ltirib qo'ydi. Musa aytdi: "Bu shaytonning ishidir. Shubhisizki, shayton ozdurg'uchi oshkori dushmandir." Musa aytdi: "Parvardigorim, men haqiqatan o'zimga zulm qildim. Menga mag'firat qilgin." Allah uningga mag'firat qildi. Allah haqiqatan nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Musa aytdi: "Parvardigorim, menga mag'firat qilganlik ne'mating sababi bilan men hargiz gunohkorlarga yordamchi bo'lmayman." Musa atisi atdiganda qo'rqinch ishida atrofiga qarab shahar oralab yuratdi. Nagahan tunugun uningdan yordam tilagan odam bir qibdi bilan urushib turgan holda Musadan yana yordam tiladi. Musa uningga: "Sen haqiqatan oshkori gumroh ekansan" dedi. Musa ikkisining o'rtaq dushmani bo'lgan odam, ya'ni qibdiga qo'l uzatmoqchi bo'lganda yordam tilagan odam: "Ey Musa, sen tunugun bir odamni o'ltirgandek meni o'ltirmoqchimisan? Sen ziminda tuzguchilardan bo'lishni xohlamay, faqat zo'migar bo'lishni xohlaysan" dedi. Bir odam shaharning jiroq yeridan oldirab kelib: "Ey Musa, shubhisizki, kattalar seni o'ltirishni maslahat qilishyotidi. Shahardan darhol chiqib ketgin. Men albatta sana sodiq kishilardanman" dedi. Musa qo'rqinish ichida atrofiga boqqan holda shahardan chiqdi. U: "Ey Parvardigorim, meni zolim qavmdan qutqizgin" dedi. U Madyan tarafga yuzlangan chog'da: "Parvardigorim, meni to'g'ri yo'lga yetaklashi mumkin" dedi. Musa Madyandagi bir buloqning yeniga kelganda mollarini sug'urayotgan bir to'p kishilarni ko'rdi. Ulardan boshqa yana qo'ylarini suvdan to'sib turgan ikki ayolni ko'rdi. Musa ularga: "Sizlarga nima bo'ldi? Ya'ni qo'yinglarni suvdan to'sib turibsizlar-ku" dedi. Ular: "Podsholar qo'ylarini sug'urib bo'lgandan keyin ondan biz sug'urimiz. Atimiz bo'lsa yashinib qolgan buvaydur" dedi. Musa ularning qo'ylarini sug'urib berdi. Ondan orqasiga burilib bir daraxtning soyasiga berib o'ltirib: "Parvardigorim, menga rizqdan nimani bersang, men haqiqatan uningga muhtoj" dedi. Ularning, ya'ni u ikki ayolning biri Musaning yeniga uyatchanlik bilan mengib kelib: "Qo'ylarimizni sug'urib berganligingning haqqini berish uchun atam seni rastli chaqirdi" dedi. Musa uning, ya'ni Shuaybning qishig'i kirib ahvolni hikoya qilib berdi. Shuayb: "Qo'rqmag'in, zolim qavmdan qutulding" dedi. Ularning, ya'ni ayollarning biri aytdi: "Ey ota, uni sen ishlatgin. Bu sen ishlatganlarning eng yaxshisidir. Kuchlik, ishonchlikdir." U, ya'ni Shuayb aytdi: "Menga 8 yil ishlab berishing badaliga sana bu ikki qizimning birini berishni xohlayman. Agar 10 yilni to'shqizib etsang, umi ixtiyoring. 10 yilni shart qilib seni mushaqqatga selib qo'yishni xohlamayman. Xudo xolisa mening yaxshi odam ekanligimni bayqaysan." Musa aytdi: "Bu ikkimizning orasidagi to'xtamdir.
2 muddat, ya'ni 8 yil bilan 10 yilning qaysisini to'shqizsam to'shqizay. Manga ortiqcha talab qo'yishga bo'lmaydi. Allah bizning so'zimizga guvohdir. Musa o'zaro kelishgan muddatni, ya'ni kelishgan muddatning to'liroqi bo'lgan 10 yilni to'shqizgandan keyin ayolini elib Misrga qarab yo'lga chiqdi. U Tur teg'i tarafida o't ko'rdi. U ayoliga shubhisizki men Jiroqdan o't ko'rdim. U yerdan men sizlarga bir xabar elib kelay. Ya sizlarning sinishinglar uchun o'tdan bir parcha cho'g' elib kelay dedi. Musa alayhissalom o'tning yeniga kelib, uning o't emas, nur ekanligini bildi. Musa o'tning yeniga kelganda vodining o'ng tarafining girvikiga to'g'ri keladigan muborak joydagi daraxt tarafdan mundoq nido anglandi. Ey Musa, sana söz qilayotgan men. Haqiqatan olamlarning parvardigori Allohdir men. Sen hasangni tashlag'in. Musa hassining go'ya ajdahodek tez harakatlanayotganligini ko'rganda orqasiga burilib qochdi. Keyniga qaramadi. Nido qilindiki: "Ey Musa, oldinga mang'in. Qo'rqmag'in. Sen haqiqatan qo'rqinishdan amin bo'lg'uchilardansan. Qo'lingni qo'yningga solg'in." U hech qanday illatsiz bir parcha oydek parlab, oppoq bo'lib chiqadi. Qo'rqinishni dafi qilish uchun qo'lingni yig'ib olg'in, ya'ni qo'yningga selib olg'in. Bu ikkisi Firavunga va uning qavmining cho'nglariga Parvardigoring tarafidan kelgan pakitdir. Ular haqiqatan bizning itoatimizdan chiqquvchi fosiq qavm edi. Musa aytdi: "Parvardigorim, men haqiqatan ulardan bir odamni o'ltirib qo'ydim. Shuning uchun ularning meni o'ltirishidan qo'rqaman. Qarindishim Harunning tili meningdan ravondir. Uni men bilan payg'ambarligimni tasdiqlaydigan yordamchi qilib avatgin. Men haqiqatan ularning meni inkor qilishidan qo'rqaman." Allah aytdi: "Qarindishing orqali seni kuchaytimiz. Ikkinglarni g'olib qilamiz. Shuning uchun ular ikkinglarga ziyonkashlik qila olmaydi. Sizlar ikkinglar va ikkinglarga agashganlar bizning oyatlarimiz orqali g'alaba qilasizlar." Musa ularga bizning ro'shan mo'jizalarimizni elib kelganda, ular bu o'ydirib chiqilgan sehrdir. Bizning ota-bobolarimizning zamonida bundaq narsalarning borligini anglamagan edik dedi. Musa aytdi: "Parvardigorim, o'zining dargohidan kimning hidoyat elib kelganligini, oxiratning yaxshi oqibatiga kimning ega bo'ladiganligini obdan biladi. Zolimlar, ya'ni Allohga yolg'onni choplag'uchi fojirlar cho'qim muvaffaqiyat qozona olmaydi." Firavun aytdi: "Ey kattalar, men o'zimdan boshqa yana bir ilohning borligini bilmayman. Ey Haman, mening uchun pishiq xish pishirib, egiz bir bino solg'in. Men Musaning ilohini ko'rishim mumkin. Men haqiqatan uni osmonda bir parvardigor bor degan davosida yolg'onchilardan gumon qilaman." Firavun va uning qo'shoni Misr zaminida zulm qilib, iymon etishga bo'yintovlik qildi. Ular o'zlarini biz tarafga qaytarilmaymiz, ya'ni qiyomat va qaytirilish yo'q, hisob elinishmi, jazoga tortilishmi yo'q deb gumon qildi. Biz Firavunni va uning qo'shinlarini jazoladik. Ularni dengizga tashlavatdik. Ya'ni ularni dengizda g'arq qilib atdik.
ulardan bir odammi saq qolgani yo'q. Ey Muhammad, zolimlarning oqibatining qandoq bo'lganligiga ibrat ko'zi bilan qarg'in. Ularni biz dozoqqa undaydigan peshvolar qildik. Ya'ni ularni biz dunyoda gumrohlar agishadigan kufrining boshliqlari qildik. Qiyomat kuni ular yordamga erisholmaydi. Ya'ni qiyomat kuni ulardan azobni dafi qiladigan madadkor bo'lmaydi. Ularga bu dunyoda la'natni agashtirdik. Ya'ni ularga bu dunyoda Allah, farishtalar va mu'minlar la'nat o'qiydi. Qiyomat kuni ular Allohning rahmatidan ijroq qilinguchilardir. Shubhisizki biz Nuhning qavmi Ad, Samud va Lutning qavmi qatorliq ilgiriki ummatlarni halok qilgandan keyin kishilar, ya'ni Bani Isroilning dillariga haqiqatni ko'radigan nur berib, ularga hidoyat va rahmat qildik. Ular vaz nasihat olsun deb Musoga kitobni, ya'ni Tavratni berdik. Ey Muhammad, biz g'arbiy tog'ning bir tarafida Musoga vahiy nozil qilganimizda sen yo'q eding. Buni o'z ko'zing bilanmi ko'rmagan eding. Lekin biz nurg'un ummatlarni yaratdik. Ularning ömrü uzun bo'ldi. Sen Madyan aholisining ichida ularga bizning oyatlarimizni tilovat qilib turguchi bo'lguning yo'q. Lekin biz seni ulardan boshqa bir qavmga payg'ambar qilib avatdik. Biz Tur teg'ining bir tarafida Musoga so'z qilganimizda sen yo'q eding. Lekin bu sendan ilgari hech bir ogohlantiruvchi kelmagan qavmni ogohlantirishing uchun, ularning vaz nasihat elishi uchun Parvardigoring tarafidan nozil qilingan rahmatdir. Ularning qilgan ishlari, ya'ni kufri va gunohlari tufaylidan ularga biror azob kelsa, Parvardigorimiz bizga biror payg'ambar avatgan bo'lsang eding, sening oyatlaringga agishatdik va mu'minlardan bo'latdik demasliklari uchun seni ularga payg'ambar qilib avatdik. Ularga biz vahiy qilgan haqiqat nozil bo'lgan chaqda ular uningga, ya'ni Muhammad alayhissalomga nimishqi Musoga berilgan mo'jiza berilmadi dedi. Ular ilgari Musoga berilgan mo'jizani inkor qilmadimi? Ular Tavrat bilan Qur'on bir-birini tasdiq qiladigan sehrdir dedi. Ular biz haqiqatan ikki kitobning har birini inkor qilguchimiz dedi. Aytqinki, agar u ikki kitob sehrdir degan so'zinglarda rostchil bo'ladigan bo'lsanglar, u ikki kitobga qaraganda Allah tarafidan nozil bo'lgan texmi to'g'ri bir kitob keltirib beqinglar. Men uningga agishay. Agar ular sana javob bermasa, bilginki ular faqat o'zlarining nafsi xohishiga agishidi. Allah vahiy qilgan to'g'ri yo'lni qo'yib, nafsi xohishiga agashgan kishidinmi ozg'un odam bormi? Allah haqiqatan zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Vaz nasihat olsun deb, shubhisizki ularga Qur'onni üzüldirmay tushirdik. Qur'ondan ilgari biz kitob, ya'ni Injil, Tavrat nozil qilganlar, ya'ni Nasara va Yahudilarning mu'minlari Qur'onga ishonadi. Ularga Qur'on tilovat qilingan chaqda ular biz Qur'onga ishondik. Shubhisizki u Parvardigorimiz tarafidan nozil bo'lgan haqiqatdir. Biz haqiqatan buningdan burun musulmon edik deydi. Ularning qilgan sabr toqati uchun ularga qo'sh savob beriladi. Ular yaxshilik orqali yomonlikni dafiq qiladi. Biz ularga rizq qilib bergan narsalardan yaxshilik yo'llariga sarf qiladi. Ular behuda so'zlarni anglaganda uningdan yuz o'rib,
ya'ni quloq solmay bizning amallarimiz o'zimiz uchun, sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchun. Sizlarga omonlik bo'lsin. Biz nadonlardan do'stlik tilamaymiz deydi. Shubhisizki sen xohlagan odamingni hidoyat qila olmaysan, lekin Alloh o'zi xohlagan odamni hidoyat qiladi. Alloh hidoyat topquchilarni obdan biladi. Ular agar biz sen bilan to'g'ri yo'lga ergishadigan bo'lsak, ziminimizdan haydab chiqarilamiz dedi. Ularni biz tinish haramga yerlashtirmadikmi? Haramga turli mevalarning hammasi keltiriladi. Bu bizning dargohimizdan tushirilgan rizqdir. Lekin ularning to'lisi bilmaydi. Biz nurg'un shaharni halok qildik. Ularning aholisi kayf sapoliq turmush kechiradi. Bu ularning turalg'u joylaridir. Ular halok bo'lgandan keyin u joylarda ozg'ini vaqtdan tashqari odam turgan emas. Ularning mol-mulki va yurtiga biz varislik qildik. Parvardigoring shaharlarning markaziga, ularning aholisiga bizning oyatlarimizni o'qib beradigan bir payg'ambar avatmigicha shaharlarni halok qilg'uchi bo'lmadik. Shaharlarning aholisi zolim bo'lmag'icha shaharlarni halok qilg'uchimi bo'lmadik. Sizlarga qandoq narsa berilmasin, u dunyo tirikchiligidagi foydalanadigan narsadir va dunyo tirikchiligining zinnatidir. Allohning dargohidagi savob eng yaxshidir, eng boqiydir. Tushunmamsizlar? Biz yaxshi va'dini qilgan, ya'ni jannatni va'da qilgan odam uni topidi. U dunyo tirikchiligidagi foydalanadigan narsalar bilan biz foydalandirgan, ondan qiyomat kuni azobga duchor bo'lgan odam bilan o'xshashmi? Shu kuni Alloh ularga sizlar gumon qilgan mening sheriklarim qayerda deb nido qiladi. O'zlariga azob tegishlik bo'lganlar, ya'ni mushriklarning cho'nglari, Parvardigorimiz, biz sening yo'lingdan ozdirganlarni, ya'ni agashkuchilarimizni o'zimiz ozgandek ozdirdik. Parvardigorimiz, ulardan jiroqlashib, sana yaqinlashdik. Ular bizga ibodat qilmaydi. Faqat nafsi xohishlarga ibodat qiladi deyishidi. Ularga sherik keltirgan ma'budlaringlarni chaqiringlar deyilgan hamon. Ular sherik keltirgan ma'budlarni chaqirdi. Ulardan javob kelmaydi. Ular azobni ko'rgan chaqda kafir bo'lganliklariga nadomat qilib, dunyodagi vaqtida hidoyat topgan bo'lishlarini orzu qiladi. U kunda Alloh ularga nido qilib aytdi. Payg'ambarlarga nima bilan javob berdinglar? U kunda ularga barliq xabarlar qorong'u bo'ladi. Ular o'zaro so'rashmaydi. Tavba qilgan, iymon etgan va yaxshi amal qilgan odamga kelsak, uning maqsadga erishguchilardan bo'lishi umidlidir. Alloh maxluqotidan xolig'ini yaratdi. Xohlagan odamni payg'ambarlikka tanlaydi. Tanlash huquqi ularda emas. Alloh pokdir. Ularning sherik keltirganlaridan ustundir. Parvardigoring ularning dillarida yo'shirin tutqanlarini va eg'izlarida deganlarini bilib turdi. U Allohdir. Uningdan bo'lak hech ma'bud barhaq yo'qdir. Dunyo va oxiratda jimi hamdu sana Allohga mansubdir. Hukm chiqarish Allohga mansubdir. Sizlar Allohning dargohiga qaytirilisizlar. Aytib beqinglarchi, agar Alloh kechini sizlar uchun qiyomat kunigacha so'zdigan bo'lsa, Allohdan bo'lak qaysi iloh sizlarga yo'riqlik elib kelalaydi? Sizlar anglamamsizlar degin. Aytib beqinglarchi, agar Alloh kunduzni sizlar uchun qiyomat kunigacha so'zdigan bo'lsa, Allohdan bo'lak qaysi iloh sizlarga orom elishinglar uchun kechini elib kelalaydi? Sizlar ko'rmamsizlar degin.
sizlarni kechida orom olsun, kunduzda hayotlik yo'lida harakatlanib, Allohning fazlini talab qilsin va Allohning ne'matlariga shukr qilsin deb, sizlar uchun kechi bilan kunduzni yaratishi Allohning rahmatidandir. U kunda Allah ularga nido qilib, sizlar gumon qilgan mening sheriklarim qayerda deydi. Biz har ummatdan ularning amallariga guvohlik beradigan bir guvohchi, ya'ni payg'ambarni chiqaramiz. Pakitonlarni keltiringlar deymiz. Ular haqiqatning Allohga mansub ekanligini ondan biladi. Ularning o'ydirib chiqqan narsalari, ya'ni ma'budlari o'zlarini ulardan chetga oladi. Qarun haqiqatan Musoning qavmidan edi. Qarun ularga yo'g'onlik qildi. Qarunga xazinlardan shu qadar ko'p bergan ediki, ularning oshqishlarini ko'tirish kuchlik bir jamoagimi haqiqatan eg'irlik qiladi. Ayni vaqtda Qarunga qavmi aytdi: "Ko'ranglab ketma. Allah haqiqatan ko'ranglab ketkichlarni do'st tutmaydi. Allah sana bergan boylik bilan oxirat yurtini tilagin. Dunyodagi nesivangni unutmagin. Allah sana yaxshilik qilgandek, sen Allohning bandalariga yaxshilik qilgin. Yer yuzida buzg'unchilikni tilamagin. Allah haqiqatan buzg'unchilik qilguvchilarni do'st tutmaydi." Qarun, mening alohida bilimim bo'lganlikdan bu boylikqa erishdim dedi. Qarundan ilgari o'tgan ummatlardan uningga qaraganda texmi kuchlik, to'plagan meli texmi ko'p bo'lgan kishilarni Allohning halok qilganligini u bilmamdi. Gunohkorlarning gunohlarining so'rilishi Allah buni bilganligi uchun hojatsizdir. Qarun o'z qavmining oldiga barliq zinnati bilan hashamatlik holda chiqdi. Dunyo tirikchiligini ko'zlaydiganlar, kashki bizga Qarunga berilgan boylik berilsichu, u haqiqatan dunyolikdan cho'ng nasibiga ega ekan dedi. Ilmli kishilar, voy sizlarga, iymon etgan va yaxshi amalni qilgan kishiga Allohning savobi yaxshidir. U savob faqat sabr qilguvchilarga beriladi dedi. Qarunni uning o'yi bilan qo'shib yerga yutqizdik. Uningdan Allohning azobini dafi qiladigan bir jama bo'lmadi. Qarun o'zini qo'g'diy olmadi. Tunugin texi Qarunning darajasini arzu qilganlar deyishdiki, "Pah, ko'rdingmi? Allah bandalaridan xohlagan odamning rizqini keng qiladi ekan, xohlagan odamning rizqini tor qiladi ekan. Allah bizga marhamat qilmagan, ya'ni arzu qilganimizni bergan bo'lsa edi, bizni albatta yer yutatdi. Voy ko'rdingmi? Kafirlar nijot topmaydi." Ana shu oxirat yurtini yer yuzida cho'ngchilik qilishni va buzg'unchilik qilishni ko'zlamaydiganlarga xos qildik. Yaxshi oqibat taqvodorlarga mansubdir. Kimiki yaxshi ish qilgankan, u qilgan ishlardanmi yaxshi mukofotga, ya'ni qilgan yaxshiligidan necha hassi ortiq savobga erishidi. Kimiki yomon ish qiladigan, yomon ish qilganlarga faqat qilgan ishlariga yarasha jazo beriladi. Sana Qur'onni, ya'ni uni tabliğ qilishni va uning ahkomiga amal qilishni farz qilgan zot seni albatta qaytadigan yerga, ya'ni Makkaga qaytirdi. Aytqinki, kimning hidoyat elib kelganligini, kimning o'p-ochiq gumrohlikda ekanligini Parvardigorim hammadan obdan biladi. Sen payg'ambar bo'lishdan ilgari Qur'onning sana nozil qilinishini umid qilmagan eding. Faqat Parvardigoring rahmat qilib sana uni nozil qildi.
kafirlarga yordamchi bo'lmag'in. Sana Allah'ның oyatlari nozil qilingandan keyin u oyatlarga amal qilishdan kafirlar seni to'smusun. Parvardigoringga, ya'ni uni bir deb bilishga va uningga ibodat qilishga da'vat qilgin. Hargizmi mushriklardan bo'lmag'in, ya'ni ularning nafsi xohishlariga moslashmag'in. Allohga qo'shib boshqa bir ilohga ibodat qilma. Allah'tan boshqa hech iloh yo'qdir. Allah'ның zotidan boshqa barliq narsa yo'qoladi. Mahluqotda ijro bo'ladigan hukm faqat Allohga xosdir. Sizlar Allah'ның dargohiga qaytirilisizlar. Avlod ovozliq asarlari. Sura Ankabut 69 oyat. Mekkada nozil bo'lgan. Nahayeti shafqatlik va mehribon Allah'ның ismi bilan boshlayman. Alif lam mim. İnsanlar iman etdik deb qo'yish bilanla sinalmay tark etilimiz deb o'ylamdi. Ulardan burun o'tganlarni biz haqiqatan sinadik. Allah imanida rostchilarni cho'qim biladi. İmanida yolg'onchilarni mu cho'qim biladi. Yomon ish qiladiganlar bizdan, ya'ni azobimizdan qechib qutula olamiz deb o'ylaydi. Ularning chiqargan hukmi nima degan yomon. Kimiki Allohga muloqot bo'lishni umid qiladi ekan, bilsunki Allohning buningga belgilagan vaqti cho'qim yetib keladi. Allah bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir. Bandalarining tashqi va ichki ahvolini bilib turg'uchidir. Kimiki jihad qiladi ekan, uning qilgan jihadi o'zining foydasi uchundir. Allah haqiqatan tamomi ahli jahondan behojatdir. Shubhisizki iman etgan va yaxshi amallarni qilganlarning gunohlarini yo'qqa chiqaramiz. Ularni albatta qilgan amallarining eng yaxshisi bilan mukofotlaymiz. İnsonni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik. Agar ota-onang seni sen bilmaydigan narsani menga sherik keltirishga zo'rlasa, ularga itoat qilmag'in. Sizlar mening dargohimga qaytib borsizlar. Sizlarga qilmishinglarni xabar qilaman. İman etgan va yaxshi amallarni qilganlarni cho'qim yaxshilar qatoriga kirgizamiz. Ba'zi kishilar Allohga iman etdik deydi. Allohning yo'lida birer arziyat tartsa, kishilar tarafidan yetgan kulfatni Allohning azobi bilan o'xshash biladi. Agar Parvardigoringdan madad kelsa, biz haqiqatan sizlar bilan birga edik deydi. Allah jahon ahlining dillaridagini hammadan obdan bilmamdi. Allah müminlarni cho'qim biladi. Munofiqlarni mu cho'qim biladi. Kafirlar müminlarga bizning yo'limiz, ya'ni dinimizga agishinglar. Sizlarning gunohinglarni biz ustimizga olamiz dedi. Kafirlar müminlarning gunohlaridan azroqmi ustiga ololmaydi. Ular haqiqatan yolg'onchilardir. Ular o'zlarining yuklarini va uningga qo'shib boshqa yuklarni, ya'ni o'zlarining gunohlarini va ozdirganlarining gunohlarini ustiga oladi. Qiyomat kuni ular o'zlari o'ydirib chiqqan yolg'on so'zlari uchun so'roqqa tortiladi. Biz haqiqatan Nuhni qavmiga payg'ambar qilib avatdik. Nuh qavmini tavhidga da'vat qilib, ularning ichida 50 yil kam, 1000 yil turdi. Nuh alayhissalomning qavmi butparast bo'lib, uning payg'ambarligiga chin tutmadi. Ular zolim bo'lganliklari, ya'ni kufrda va gumrohlikda ching turib, o'zlariga zulm qilganliklari uchun Allah
ularni to'pon balasi bilan halok qildi. Biz Nuhni va kemidagilarni g'arq bo'lib ketishdan qutqizdik. To'ponni butun ahli jahon uchun ibrat qildik. İbrahimni qavmiga payg'ambar qilib avatdik. O'z vaqtida u qavmiga aytdi: Bir Allohga ibodat qilinglar va uningdan qo'rqinglar. Agar bilsanglar, mundaq qilish sizlar uchun yaxshidir. Sizlar Allohni qo'yib butlarga ibodat qilasizlar. Butlarni o'z qo'linglar bilan yasab olgansizlar. Butlarning qo'lidan foyda ziyon kelmaydi va yolg'onni o'ydirsizlar. Sizlarning Allohni qo'yib cho'qinayotganinglar, ya'ni butlar sizlarga rizq berishga qodir emas. Rizqni Allohning dargohidan talab qilinglar. Rizq berishga faqat Allohning o'zi qodirdir. Allohga ibodat qilinglar va uningga shukr qilinglar. Allohning dargohiga qaytirilisizlar. Sizlar meni inkor qilsanglar, inkor qilganliginglar bilan men qilchi ziyon yetkazolmaysizlar. Faqat o'zinglarga ziyon yetkazusizlar. Sizlardan ilgiriki nurg'un ummatlarmu payg'ambarlarni inkor qilgan. Shuning bilan ularga Allohning azobi nozil bo'lgan. Sizlarga mu shundoq azob nozil bo'ladi. Payg'ambarning mas'uliyati faqat Allohning amrlarini tushunishlik qilib yetkazishdir. Ular, ya'ni inkor qilguvchilar, Allohning maxluqotini dastlabda yo'qdan qandoq borliqqa keltirganligini, ondan uni o'lgandan keyin tirildirdiganligini ko'rmadimi? Bu Allohga haqiqatan osondir. Ular buni qandoqmi inkor qiladi? Dastlabda yaratishga qodir bo'lgan zot qayta asliga keltirishga albatta qodirdir. Aytqinki, zaminda sayr qilinglar. Allohning maxluqotini qandoq qilib yo'qdan bor qilganligiga qaranglar. Ondan Alloh ularni qiyomatda qayta paydo qiladi. Alloh haqiqatan hamma narsaga qodirdir. Alloh xohlagan odamni jazolaydi. Xohlagan odamga rahmat qiladi. Qiyomatda Allohning dargohiga qaytirilisizlar. Sizlar mayli zaminda bo'lsin, mayli osmonda bo'lsin, Allohning azobidan qochib qutula olmaysizlar. Sizlarga Allohdan bo'lak do'stmi yo'q, madadkormi yo'q. Allohning oyatlarini va uningga muloqot bo'lishni, ya'ni oxiratni inkor qilganlar ana shular mening rahmatimdan noumid bo'ldi. Ana shular qattiq azobga duchor bo'ladi. İbrahimning qavmining javobi: İbrahimni o'ltiringlar yoki ko'ydiringlar deyishdan iborat bo'ldi. Allah uni o'tdan qutuldirdi. Ular İbrahim alayhissalomni o'tga tashlaganda Allah uningga o'tni so'rin va aman joy qilib berdi. Haqiqatan buningda iman etgan qavm uchun Allah'ның qudretini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. İbrahim aytdi: Bu dunyoda butlarga cho'qinish maqsadida yig'ilishinglarning oranglardagi do'stlikqa sabab bo'lishi uchun Allohni qo'yib butlarni ma'bud qilib oldinglar. Ondan qiyomat kuni ba'zinglar inkor qilasizlar. Ba'zinglarga ba'zinglar la'nat o'qiysizlar. Ya'ni qiyomat kuni mazkur do'stlik dushmanlikka aylanadi. Agashtirguchilar agashkuchilardan ada juda bo'ladi. Agashkuchilar agashtirguchilarga la'nat o'qiydi. Chunki ularning dunyodagi do'stligi Alloh uchun bo'lgan emas. Sizlarning joyinglar do'zax bo'ladi. Sizlarni do'zaxdan qutuldiradigan hech qanday yordamchi bo'lmaydi. Lut İbrahimga iman etdi. İbrahim aytdi: Men cho'qim
Parvardigorim tarafiga hijrat qilaman. Ya'ni Allohning roziligini izlash yuzasidan vatanimni tark etib, Allah amr qilgan joyga hijrat qilib boraman. Allah haqiqatan g'olibdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. İbrahimga Isoqni, Yaqubni ato qildik. Ya'ni İbrahim alayhissalom xudolik uchun qavmidan ayrilgandan keyin yaxshi farzand Isoqni berdik va Isoqning o'g'li bo'lgan navrisi Yaqubni berdik. Uningdan keyin payg'ambarlikni, kitobni, ya'ni samaviy kitoblarni uning avlodiga xos qildik. Dunyodagi mukofotni uningga ato qildik. Ya'ni jami dinlarda uni yaxshi nomga ega qildik. U haqiqatan oxiratda yaxshi bandalardandir. Lutni qavmiga payg'ambar qilib avatdik. Ayni vaqtda u qavmiga aytdi: "Sizlar haqiqatan qabih ish qilyapsizlar. Sizlardan ilgari jahon ahlidan birimi munda qabih ishni qilgan emas. Sizlar haqiqatan livota qilamsizlar. Yo'llarni to'sib bulongchilik qilamsizlar. So'rinlaringlarda o'p-o'chiq yomon ishlarni qilaveramsizlar." Uning qavmining javobi: "Agar sen rostchilardan bo'lsang, bizga Allohning azobini keltirgin" deyishdanli iborat bo'ldi. Lut: "Parvardigorim, buzg'unchi qavmga qarshi menga yordam bergin. Ya'ni ularni halok qilib menga yordam bergin. Ular buzg'unchi ahmoqlar bo'lib, ularning tuzilishi umid qilinmaydi. Ular gumrohlikqa, buzg'unchilikqa cho'mib ketgan" dedi. Elchilarimiz, ya'ni farishtalar İbrahimga farzand berilishdan iborat xush xabar elib kelgan chaqda, ular biz bu shahar aholisini cho'qim halok qilamiz. Uning aholisi haqiqatan zolim edi dedi. İbrahim u shaharda Lut borg'u, ya'ni Lutga o'xshash bir yaxshi payg'ambar turayotgan shahar aholisini qandoqmi halok qilasizlar dedi. Farishtalar aytdi: "Bu shaharda bor kishilarni biz, ya'ni Lutni va uningga agashgan mu'minlarni obdan bilamiz. Uni va uning ayolidan boshqa kishilarni albatta qutuldiramiz. Faqat ayoli kufrda qavmiga hamnafas bo'lganligi uchun qilib halok bo'lg'uchilardan bo'ladi. Bizning elchilarimiz Lutga kelgan chaqda Lut ularni qo'g'dab qololmaydiganligidan ansirab qayg'urdi va yuragi siqildi. Ular aytdi: "Sen qo'rqmag'in va qayg'urmag'in. Biz cho'qim seni va ayolingdan bo'lak kishilaringni cho'qim qutuldiramiz. Faqat u qilib halok bo'lg'uchilardan bo'ladi. Bu shaharning aholisi Allohning itoatidan chiqqanliklari uchun ularga biz cho'qim osmondan azob tushiramiz." Tushunadigan qavm uchun ibrat qilib, uningdan, ya'ni shahar xarobisining izlaridan ro'shan nishonni haqiqatan qoldirdik. Madyan aholisiga ularning qarindishi Shuaybni payg'ambar qilib avatdik. Shuayb: "Ey qavmim, bir Allohga ibodat qilinglar. Oxirat kunidan qo'rqinglar. Yer yuzida buzg'unchilik qilib, fitna fasod termanglar" dedi. Ular Shuaybni inkor qildi. Shuning bilan ularga qattiq zilzila yuzlandi-da, ular uylarida o'ltirgan peti ketib qolishdi. Adni va Samudni halok qildik. Ey ahli Makka, sizlarga haqiqatan ularning Hijozdagi, Yamandagi turalg'u joylaridan ularning halok bo'lganligi ma'lum bo'ldi. Shayton ularga kufrdan va gunohlardan iborat amallarini chiroyli ko'rsatdi. Ularni to'g'ri yo'ldan to'sdi. Ular
aql egilari edi. Lekin ular takabburlik yuzsidan aqlini joyida ishlatmadi. Dunyo dapinisi nurg'un Qarunni, Firavunni va uning zulmida yordamchi bo'lgan vaziri Hamanni halok qildik. Shubhisizki Musa ularga ro'shan mo'jizlarni elib keldi. Ular zaminda cho'ngchilik qildi. Ya'ni Allohga ibodat qilishdan, payg'ambarga itoat qilishdan bo'yintovlik qildi. Ular azobimizdan qechib ketolmadi. Bu gunohkorlarning har birini gunohi tufaylidan jazoladik. Ularning ba'zisiga tosh yog'dirdik. Ularning ba'zisini qattiq tovush halok qildi. Ularning ba'zisini mol-mulki bilan qo'shib yerga yutqizdik. Ularning ba'zisini suvda g'arq qildik. Alloh ularga zulm qilmadi. Lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Allohni qo'yib butlarni ma'bud qilib olganlarning misoli öy yasıgan ömüçükning misoliga o'xshaydi. Ya'ni ömüçükning uyi uni issiq so'g'uqdan qo'g'day olmagandek, ularning cho'qinayotgan butlarimi ularga hech qanday foyda ziyon yetkazolmaydi. Öylərning eng ojizi ömüçükning uyidir. Agar ular bu haqiqatni bilsa edi, butlarga cho'qinmaydi. Allah ular Allah'ını tashlab ibodat qilayotgan narsasini obdan biladi. Allah g'olibdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Biz insonlarga Qur'onda ularning zehniga yaqinlashtirish uchun bayon qilgan bu tamsillarni faqat olimlarla tushuna oladi. Allah osmonlarni va zaminni haq yaratdi. Haqiqatan buningda müminler üçün Allah'ın birlikini ko'rsatadigan dalil var. Avlod ovozliq asarlari.